Mani ko'tararmikin? Ko'tararmidi? Ko'tararmidi? Kiskilamanmi? Meni ko'tardi, qo'yil do'stlar. Meni ham ko'tarib yubordi. 12 voltga tokka ham joy tashlab ketishibdi mana. Mayokka sayohatlar uchun bemalol. Men palatkalar tortish uchun ham joylari bor. Bagaj qismiga necha baho deydi. Qo'y. Ko'rdinglar. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan bugungi gaplashadigan modelimiz azizlar Aykar 2.3 modeli bo'ladi. Ushbu toychog'imiz ikki xil komplektatsiyadan iborat. Biri 250 ot kuchi bo'ladigan bo'lsa, yana bitta komplektatsiyamiz 161 ot kuchidan iborat azizlar. Ushbu mashinamizni tashqi dizayn, interyeriga keladigan bo'lsak, oldilar Aykar brendi tushirilgan holatda LED faralar bilan jihozlangan. Tashqi dizayndan mini gelikni beradimi yo'qmi azizlar? Kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Poddeshka sifatida. Xo'p. Balonlarimiz 18 dyumli diska baloni taqib qo'yilgan azizlar. Bemalol kelib qora, oq ranglarni avtosenter salonimizga kelib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi azizlar. Xo'p, ushbu mashinamizda yana nima funksiyalari bor? Palasa ushlash datchigimiz. Undan tashqari 360 kamera. Xo'p, NFC kartalari ham mavjud azizlar. NFC karta. Undan tashqari pulti ham mavjud do'stlar. Xo'p, g'ildiraklarni bir qator aytib o'tdik. 360 kamera, bokovoyimizda slipoy zonalari ham mavjud. Bu ya'ni AVD emas, bu yarim fulldagi o'sha FVD varianti hisoblanadi azizlar. Ushbu toychog'imiz navrot holatidagisini ko'ryapsiz. Mana oq rangidagi toychog'imiz navrot qilingan holati. Mana bu qora bayrimiz esa bu navrot qilinmagan, radnoy o'zini borligicha ko'rsatib beradigan holati do'stlar. Xo'p, endi avtomashinani tom qismiga keladigan bo'lsak, polni panorama tom, palasa ushlash, bagajniklar ham qo'yib qo'yilgan azizlar. Bagajniklarni ham bir qator ko'rsatib o'tsanglar bo'ladi. Narvonlarga necha baho deydi-yu, narvoniga necha baho bu mashinani. Mashinani ham maza qilib oqib minib yursa bo'ladigan toychoq. Buni xolasangiz ayollarga, xolasangiz aka-ukalarga sovg'a qilishingiz mumkin. Bu yana tushish kerak menimcha. Mani ko'tararmikin? Ko'tararmidi? Ko'tararmidi? Kiskilamanmi? Meni ko'tardi, qo'yil do'stlar. Meni ham ko'tarib yubordi. Ishonmadim lekin. Xitoy nimalar qilishyapti do'stlar. Gap yo'q. Hammaga mana shunday toychoqlardan nasib qilsin deb qolamiz. Orqa tomoniga keladigan bo'lsak, orqalarini ham yomon qilishibdi lekin mana. Aykar brendining logotiflari tushirilgan. Bagajlarimiz. Bagaj qismi nima deyapti do'stlar? Mana bu bitta ko'rpachani tushab. Yoshligimizda bir tog'amizning furgon 0-si bo'lardi. Eng yaxshi ko'rgan joyimiz mana shu bagaj bo'lardi do'stlar. Mana shu bagajga ko'rpachani to'shab, o'yinchoqlarni oldimizga qo'yib berardi. Uzoq yo'llarga, tog'ga, sayohatga chiqqanimizda maza qilib o'ynab borib kelardik. Qarindosh urug'lar bilan. Tavsiya qilamiz, mashina taglari baland, bemalol, inson hayoti uchun mutlaqo xavfsiz mashina hisoblanadi. Xo'p, undan tashqari bu ushbu mashina haqida o'z ma'lumotlarni qilib berganmiz, qisqa roliklarni. Bunda endi batafsil gaplashishni niyat qilgandik do'stlar. Mana sizlarga bir qator tushuntirib o'tamiz. Bu stakanlarga. Stakanchik. Siz bo'ladi. Yana nimasi bor ekan? 12 voltga tokka ham joy tashlab ketishibdi mana. Mayokka sayohatlar uchun bemalol. Men palatkalar tortish uchun ham joylari bor. Palatkaga arqon tortishga ham xod qoldirilgan ekan. Qo'ying. Bunisi nima deyapti? Bu mabodoga bagajingiz qulflanib qoldi, avtomashinani tugab qolgan holatiga mana bu simdan foydalansanglar bo'ladi. Bagajni ochib foydalansanglar bo'ladi. Bu avariyning o'sha zapaskasi bo'ladi bu. Eksterni vizitlar uchun qoldirilgan xod.
Endi bagaj qismiga necha baho deydi-yu. Qo'y, ko'rdinglar. Buni qarang. O'zbekistonga kelgan Xitoyning mashinasi ham bor, o'zbek kaltak o'rganib qolib. Qattiqroq urmasa yopilmayapti do'stlar. Lekin mazza qilib minadigan mashina qulf holatda ochilib ketmaydi, avtomatik tarzda qulflanadigan bagaj hisoblanadi. Qulflari bor. Pultni bosishingiz bilan buni ochib bo'lmaydi. Hazillashamiz. Prosta mana bitta bosasiz ochiladi. Bitta qattiqroq bosasiz yopiladi. Ortiqcha harakatlar kerak emas. Bundan tashqari oynalarni mana tozalash dvorniklarimiz qo'yilgan. Ogohlantiruvchi chiroqlar, stol faralari, iCar 2-3 toshamiz va tungi faralar, patronik datchiklari mana. Sezgi organlari juda ham kuchli. Xullas, ushbu modelimizga bularga nima deysizlar? Bu o'zi aslida tabloda ochiladi. Hozir o'ynatib ochib beraman sizlarga. Tabloda ochasiz, keyin ochiladi aslida. Mashinamiz orqa o'rindiqlariga ham bir qator baho berib o'tsanglar bo'ladi. Oynalarni qarang. Shuni o'zgartirib qo'yilgan. Lekin sidinaning yotiqlik jihati ham juda yaxshi ishlangan. Uzoq yo'llarga ham charchatmaydi. Oldi qismiga keladigan bo'lsak, oldi qismi ham juda keng. Mini gelik sifatida, ya'ni azza qilib oilaviy sayohatlarga chiqib, gelikni tasavvur qilib haydasa bo'ladigan toychoq deydi. Polni panorama tomlarimiz ochiladi do'stlar. Kechgacha sanasak, vaqtimiz yetmaydi azizlar. Har bitta salon interyerlariga baho berib o'tasizlar o'zingizlar. Ushbu toychog'imiz nima deyapti? Multi elektronli ishletilgan rol bor. Bemalol barmoqda boshqarsa bo'ladigan toychoq. Xohlasalar chiroyli qizlarimizga, opa-singillarimizga yoki ayollarimizga bemalol xarid qilib hadya qilsanglar bo'ladi azizlar. Xuddi shu mashinani polni privatligini xohlaydigan bo'lsangiz, ikkalasini farqi nimada deydigan bo'lsangiz tushuntirib o'tamiz qisqacha. Xo'p, bunda 161 ot kuchi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bitta quvvatlangan zaryadka bilan 501 km berilgan bo'lsa, real O'zbekiston sharoitiga 450 km masofani bosib o'tadi. Xo'p, narigi AVD varianti esa unisi 250 ot kuchi. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi, faqat baloni bir razmer katta bo'ladi, 18-19 bo'ladi. Va undan tashqari bagaj qismi gauchkli bo'ladi, o'zi eshiklar o'zi tortadigan bo'ladi, gauchk bagajniki. Xo'p, uchinchi farqi esa o'sha ot kuchida farq qiladi. Bularimiz 161 ot kuchi bo'ladigan bo'lsa, u toychog'imiz 250 ta ot kuchi. Polni privat bo'ladi. 8 xil rejimdan iborat. Bu ushbu toychog'imiz esa 6 xil rejimdan iborat bo'ladi. Qumda, bemalol suvda haydashga mo'ljallangan nidorojnik hisoblanadi. Xuddi shu toychoqning AVD varianti. Buni ham bemalol tog'larga bemalol aylanib sayohatlarga chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, aziz do'stlar, bu qora rangi ham boshqacha vid berib turadi. Kimgadir qora, kimgadir oq. Mana o'zimga ham ko'proq qora yoqadi. Qora baribir inomarkaga yarashadigan rangdan deb hisoblaymiz. Kimlargadir mana shu toychoqlarimizdan kerak bo'lsa, akalarga kerak, ukalarga, opa-singillarga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamdagi aloqaga chiqa olasizlar. Bizning avtosenter salonimiz hamisha xizmatingizda do'stlar. Ma'lumot uchun pastdagi raqamlarni qoldirib qo'yamiz sizlar uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.